Ota go'yoki Ka'batulloh. Ota go'yoki Ka'batulloh. Ba'zi birlar aytadi-yu, ota-onam oddiy odamlar, mehnatkash odamlar. O'zim o'qib, intilib, harakat qilib shu darajaga erishganman deb. Ota-onasini oddiy odamga chiqarib qo'yadi-da, topgan natijasini o'zini iqtidoriga bog'laydi. Ota-ona oddiy odam bo'lmaydi. Otadan ulug' inson yo'q. Ota Ka'batulloh. Farzandni Ka'basi ota bo'ladi. Ota go'yoki Ka'batulloh. Ota go'yoki Ka'batulloh. Ba'zi birlar aytadi-yu, ota-onam oddiy odamlar, mehnatkash odamlar. O'zim o'qib, intilib, harakat qilib shu darajaga erishganman deb. Ota-onasini oddiy odamga chiqarib qo'yadi-da, topgan natijasini o'zini iqtidoriga bog'laydi. Ota-ona oddiy odam bo'lmaydi. Otadan ulug' inson yo'q. Ota Ka'batulloh. Farzandni Ka'basi ota bo'ladi.